Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. As-salatu was-salamu ala rasulillah. Muhtaram hoji onalar, hoji otalar, birodarlar, aka-ukalar. Alloh taolo barchalarimizni ziyoratlarimizni Robbimning o'zi dargohida qabul aylasin. Alloh taolo barchalarimizni o'zi yaxshi ko'rgan shaharlardan o'zining nabiyi janobimiz payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning shaharlari bo'lmish Madina-i Munavvaraga Alloh taolo qadamimiz yetmog'ini Robbimning o'zi nasib qildi. Ulamolarimiz aytadilar, yosh bola maktabga borsa yo bir bog'chaga borsa, qandayki onasiga talpinsa, onasining bag'ri, onasining oldidagi sakinat, onasining oldidagi muhabbat qandayki bolani yupatsa, Madina insonni mana shunday yupatadi. Qalbiga sokinlik beradi. Alloh taolo insonga xotirjamlik beradi. Madinaning shahridagi mana bunday sokinlikni siz ertaga Makkada topolmaysiz. Madinani sog'inchi Makkadan boshlanadi. Uning shovqini, uning g'ala-g'ovuri Madinaning qanday sokin ekanligini bizu sizga bildirib qo'yadi. Madinaning har bir sog'inchi, har bir soati, har bir lahzasi g'animat ekanligi, tinch, xotirjam ekanligini bizu siz endilikda bilib olishligimiz mumkin. Haqiqatda bu shahar, Madina shahri Alloh taolo fazilatli va barakali qilgan shaharlardan. Islom rivojlanib, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ulkan zafarlar, yaxshiliklar topgan shahar hisoblanadi. Alloh taolo bizlarni ham Madinada hammamizni duolarimizni ijobat bo'lmog'ini Robbim nasib qilsin. Haqiqatda Madina-i Munavvara payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning masjidlarining barakoti, bir rakatga beriladigan ajru mukofotlar 1000 marotaba, 1000 daraja Alloh taoloni o'zi ziyoda qiladi. Shu bilan birgalikda va biz ana o'sha namozlarni jamoat bilan ado etsakchi 27 marotaba bu oshadi. Va Alloh taolo bizlarning ibodatlarimizni, duolarimizni Robbimning o'zi qabul aylasin. Mana shunday tabarruk ibodatlarni qilishlikka Alloh taolo hammamizni, qaysi birimiznidir birinchi marotaba, qaysi birimiznidir takror va takror Alloh taoloni o'zi nasib qildi. Ibodatlarimiz va duolarimiz qabul bo'lsin ilohim inshaalloh. Issiq bo'lishligiga qaramasdan hammamiz ibodatga bel bog'laganmiz. Har bir safardagi chekilgan qiyinchilik, mashaqqat, har bir masala albatta bilib qo'yaylik, buni ajri bor. Navbatda turganimiz, nimanidir kutganimiz, qaysi bir narsani yetishmaganligi, havoni issiqligi, yurib borayotganligimiz, hammasi birodar foydamizga. Bu joyda sabr qilib, ibodat qilib, yaxshilikni o'rganib, Alloh taolodan har birimiz fazil so'ramoqligimiz kerak. Va shu bilan Alloh taolo hammamizga mana shunday Uhud tog'ini, shahidlar maydonini ziyorat qilishligimizni Alloh taoloni o'zi nasib qildi. U joydan o'rgangan narsamiz, Alloh taoloni fazli ila mu'min musulmon agar birodarining kamchiligini yopsa, aybini berkitsa, Alloh taolo uni erta qiyomatda ayblarini yopishligini biz tushundik. Qubo masjidida Alloh taoloni fazli ila payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilar, tahorat olib 2 rakat Qubo masjidida o'qilgan namoz umraning savobini beradi dedilar. Mana shu ziyoratlardan kelyapmiz bugun alhamdulillah. Alloh taolo ziyoratlarimiz va ziyorat davomida qilgan duolarimizni Robbimning o'zi ijobat aylasin. Yana bir xursandchilik joyi Madina masjidida, Ka'bani oldida, masjidlarda turganda ko'rasiz, yosh u qarini qo'lida Qur'on. Yoshgina bolachani ham, qarigan cholni ham, o'rta yoshlikni qo'lida ham
Qur'on o'qishayotgan bo'ladi. Bizchi? Biz telefon o'ynayotgan bo'lamiz. Joyi kelganda bu uyat. Joyi kelganda bu ibrat. Nimagaki? Mana bu yoshu qari, katta yu kichikdan biz ham o'rnak olaylikda. Mana bu Madinada, ertaga Makkada qiladigan duoyimiz nima? Kelasi yilgacha, kelasi navbatgacha biz ham qo'limizda arabiy Qur'onni ko'tarib o'qiydigan holatda bo'laylik inshaalloh. Ko'pchiligimiz orzu qilamiz, nima deymiz yana? Yoshim qarib qoldi-ku, biz qachon boshlaymiz endi? Miyalar qaridi, orzu havaslar qilindi, zehnim pasayib qoldi-ku deymiz. Birodar, himmat qilsangiz albatta natijaga erishasiz. Umra safari davomida mana shu mav'izani ko'p marotaba aytganimizdan keyin 70 ga kirgan otaxon qattiq belni bog'lab Ka'bani oldiga turib, Robbim, men sendan mana shu Qur'onni arabiysini o'qishlikni niyat qilib so'rayman, Robbim menga bergin deb duo qilib so'rab, undan keyin u kishining Qur'on o'qiyotganliklarini guvohi bo'lganman men. Yana bir qari otaxonni Ka'baga boshlarini qo'yib yolvorib, Robbim, to men arabiy Qur'onni o'rganmasam meni jonimni olma. Seni oldinga nimam bor olib borar ekan. Men hech narsasiz borishdan uyalaman. Shuning uchun hech bo'lmaganda Qur'onni arabiysini, Qur'oningni, seni kalomingni ko'tarib nima qilding men uchun desa, sen uchun mana shu Qur'onni arabiysini o'qishlikni men o'rgandim. Mana shu sharaf bilan borishlik uchun Robbim to Qur'onni arabiysini mukammal o'qimagunimcha meni jonimni olmagin deb yig'lab duo qilganlarini men guvohi bo'lganman. Shuning uchun bizni ham Qur'onni arabiysini ko'tarib boradigan bir shijoatimiz bormi? Alloh taoloni o'zi nasib qilsin, hammamizga Qur'onni arabiysidan bexato Qur'on o'qishlikni Alloh taolo hammamizga nasib qilsin inshaalloh. Bu joyga kelishligimizga sababchi bo'lganlar bor. Kimnidir o'g'li, kimnidir ota-onasi, kimnidir aka-ukasi, kimnidir o'zi. Birodar, ular bir sabab. Xudo nasib qilmasa, hammasi bekor. Men o'zim guvohman. Jidda aeroportidan qaytgan odamlarni bilaman. Shuncha kazolar bo'lsa ham O'zbekiston aeroportidan qaysidir taqiqlari bilan kela olmagan odamlarni men bilaman. Alloh taolo qadamimizni mana shu joyga yetkazdi. Bo'lmasa necha yillar kutasiz, qancha harakatlar qilasiz, nimaiki ishlar bo'ladi, Xudo nasib qilmasa bekor hammasi. Alloh nasib qildi. Alloh yaxshilik berdi. Bizlarni sababchi bo'lgan mana shu joyga kelganimizga, ota-ona, aka-uka, farzandlar va xususda Buxoro umra jamiyatidan Alloh taoloning o'zi rozi bo'lsin. Qaysidir joyda kutish bor, qaysidir joyda muammo bor. Muammo ko'p, birodar. Bizda muammo yo'qmi? Shuning uchun har doim mav'izamda aytaman. Bir o'rtog'imizni to'yiga borganman. To'yda kuyovni onasi keldilar, otasiga aytdilar. Davrada ichimlik kam, davrada bu yo'q, davrada bu kam, davrada u kam. Ya'ni muammolarni ayta boshladilar. To'y qilayotgan kuyovni otasi. Kuyovni otasi ayolini chetga tortib, biz ham chetda turibmiz, chetga tortib aytdilar. Ayolim dedilar. Senda ham aql kam, senda ham farosat kam, senda ham ancha narsa kam. Biz chidab turibmiz-ku, chetda turaver, o'tib ketadi dedilar. Shu uchun qaysidir kamchiliklar bo'lsa, birodar, chetda kuting, o'tib ketadi inshaalloh. Asosiysi ibodatga kelganmiz. Alloh taoloning o'zi qabul qilsin. Alloh fazilat bersin. Alloh taolo hammamizdan rozi bo'lsin. Bizga xizmat qilayotgan, bizlarni mana shu joyga kelishligimizga sabab bo'lgan, oilamizga, xonadonimizga qarab turgan, qaysidir ishimizni bajarib turgan, bizdan hol ahvol so'rab turgan, hammadan Alloh rozi bo'lib, ular bilan karrot, umarrot, haj umralar qilishligimizni Alloh nasib qilsin.